Allah'ның Ar-Rauf degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, alhamdulillah ve salatu ve selam ala Rasulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehtanlarga Ustaz Abduvali Qari rahimahullah'ның Kur'an ve sünnet nuru astida Allah subhanahu ve ta'ala'nın güzel isim sifatlarının kısaca tefsirleri derslerden Allah'ның Ar-Rauf degan isim sifatları haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Ba'da billahi minashshaytonirrojim. Allah'ның Ar-Rauf degan isim sifatları haqidagi tafsirlar. Allah'ның bu isim sifatları Kur'an'da 10 yerde tilga ilingan. Yani Sure Nur 20. ayetide tercümesi Allah'ның sizlarga fazli ve merhameti bo'lmasa edi, sizlarni qattiq jazolaydi. Allah shafqatlikdir, eng mehribondir. Ar-Rauf köyümcan, rahimdil zot demektir. Ar-Rauf sifati bo'lsa Ar-Rahman ve Ar-Rahim sifatidinmi kuchlik ve mubolag'a bo'lgan ma'noni ifodalaydi. Allah subhanahu wa ta'ala bendilerge en mihriban, en rahimdil bulup, ularni hayatta yollarını tapanmaydigan haleti taşlap koymadı. Ularga tinimsiz doğru yolunu gösterdiğin peygamberlerini evetti. Peygamberlerinin kalbini şundak mihriban kılıp koydu ki, özlerine azap verivatkan halklarga hem beddua kılmastin, ularning hidoyatlariga heris bo'lgan zotlarni evetdi. Oxirgi payg'ambar Muhammad alayhissalatu vassalamga Qur'on Karimni nazil qildi. Qiyomatgacha bo'lgan insoniyatning yo'lini Qur'on Karimda ko'rsatdi. Mana bu Allah subhanahu va taolaning eng mehribonligini ko'rsatdi. Kur'an ve hadislerde Allah subhanahu ve Taala'nın bu isim sifatlariga alaqadar tövendeki mezmunlar tilga ilingan. Sure Baqara 143. ayetide tercümesi shuningdek, yani sizlarni islomga hidoyat qilgandek kishilarga, yani o'tganki ummatlarga shahid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shahid bo'lishi uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Sen yüz keltirib kelavatgan tarafni, yani Baytul Muqaddasni qibla qilganligimiz payg'ambarga agashganlarni osiylik qilganlardan, yani murtad bo'lib ketganlardan ayrı bo'lishimiz uchunla edi. Allah hidoyat qilganlardan boshqalarga bu, yani qiblaning o'zgartirishi haqiqatan ig'irdir. Allah sizlarning iymoninglarni, yani ilgiri Baytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib o'tmaydi. Allah kishilarga haqiqatan mehribondir, eng ko'yimchandir. Sura Tavba 117. oyatida tercümesi Allah haqiqatan payg'ambarning va uning qiyinchilik payti agashgan muhojirlar va ansarlarning tavbasini qabul qildi. Aynı zamanda ularning orasidagi bir turkum kishilarning dillari haqdan burilib ketishiga tas qolgandan keyin Allah ularning tavbasini qabul qildi. Allah ularga eng marhamatlik, eng mehribondir. Sure Nahl 7. ayetida tercümesi ular yük taqıllaringlarni sizlar jafo mushaqqat bilan aran yetib boralaydigan joylarga ko'tirib bordi. Sizlarning Rabbinglar sizlarga eng shafqatlikdir, eng mehribondir. Sure Tavba 128. ayetida tercümesi ey insanlar, şübhisizki sizlarga o'z aranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulpat chekishinglar uningga ig'ir tuyuldi. U sizlarning hidoyat tepishinglarga herisdir. Mu'minlarga amroqdir, eng ko'yimchandir. Alhamdulillah, yuqorida Allah subhanahu va taolaning Ar-Rauf
degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni anladinglar. Kelar qitimda Alloh subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlaridan Allohning Malikul Mulk degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.